Mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Спасибо за вечер. Boksdam ekan, bilmadim. Tashkilotchilar kerak. Qaysi promotor kompaniyasi ketish kerak. Я уж подрался. MMA Я olamida бесплатно bo'lsa не tushunarli. держусь. Зия, Рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Tashkilot dajji sumo. Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Это только спорт. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба. Пусть так будет всегда. Это только спорт. Erkablon, эти аплодисменты для тебя. Uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar, bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz. Sport telekanalida bir necha soat davomida Toshkentda bo'lib o'tgan ajoyib professional boks oqshomini kuzatdingiz. Aql ijodiy jamoamiz bir necha soat davomida siz bilan birga bo'ldi. Janglarni